Va Allohning marhamati 5 vaqt namozga Alloh taolo 50 vaqt namozni savobini berishlikni o'zi e'lon qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga 50 vaqt namoz farz qilindi. Qaytib ketayotgandilar, Musa alayhisalomga ro'para bo'lib qoldilar. Qayerdan kelyapsan, nima bo'lyapti deb so'radilar. Shunaqa 50 vaqt namoz farz qilindi ummatimga dedilar. Orqangga tez qayt dedilar. Men o'zimni qavmimda buni sinab, ularni namoz o'qishlikka doim targ'ib qilganimda ham eplasha olmagan. Qo'llaridan kelmagan, qudratlari yetmagan. Robbingga qayt, yengillashtirishni so'radi dedilar. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam Musa alayhisalom bilan Robbilarining orasida qatnab, har safar borganlarida 10 vaqtdan kamayib, oxiri 5 vaqt farz qilindi. Qaytdilar, Musa alayhisalom 5 vaqtga ham chidamaydi ummating, qayt dedilar. Rasululloh hayo qildilar. Hadis sharifda o'zlari aytadilar, men hayo qildim, ana o'sha narsaga taslim bo'ldim va qabul qildim deydilar.